Amerika Geologiya tekshirish idorasining bildirishicha, 23 yanvar Urumchi vaqti 00:09 da Aqsu viloyatining Uchturpan noyasi bilan Qizilsuv oblastining Aqchi noyasi orasida 7,1 bola yer tavirgan. Tavrash markazining cho'nqurligi 22 kilometr bo'lib, atrofdagi Otosh, Qashqar, Korla, Urumchi va Ili qatorliq joylarda kuchli tavrash bo'lgan. Shundaqla Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston qatorliq davlatlarga ta'sir ko'rsatgan. Qoldiq yer tavrashlar davomlashayotgan bo'lib, bir necha qitim 5 baldan yuqori yer tavirgan. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan rasm va sinlar yer tavrashning kuchli tavrash sezimi paydo qilganligini ko'rsatmoqda. Navbatda Sharq Turkistonda qattiq qish mezgili bo'lib, qo'rqib ketgan xalq bir kechani qattiq sovuqda talada o'tkazgan. Xitoy tashviqot organlari burunqidaklar o'lish, yorilanish ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot bermagan bo'lib, faqat Xitoy hukumatining jiddiy qutqizish safarbarligi qo'zg'aganligi asosida xabar ishlagan. Sharq Turkiston Madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoy zulmi ostida turayotgan xalqimizning beshiga kelgan bu musibatdan qayg'urganligi va xalqimizning eng oz o'lim yetim va moddiy ziyon bilan bu ofatdan qutulishini umid qiladiganligini bildirdi. U yana mundaq dedi: "Ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkiston yillardan buyon dunyodan ayrilib qolgan bo'lib, buningga Xitoyning axborot erkinligi qattiq kontrol qilingan bir diktator davlat ekanligini qo'shganda, yer tavrashning haqiqiy ahvolidan dal vaqtida xabardor bo'lish mumkinchiligi tuvan bo'ladi. Bu demokratik davlatlarni va xalqaro jamiyatni bu jihatda hushyor bo'lishga va kerakli tadbirlarni qo'llanishga chaqiramiz." Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetida o'tkazilgan Xitoyning kishilik huquq xotirasini universal qarorlik baholash mexanizmi yig'inidan ilgari Xitoy g'arb davlatlaridan boshqa a'zo davlatlarga besim qilishga boshlagan. Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishxonasidagi diplomatlarning so'zlariga va erishgan hujjatlarga qaraganda, Beijing yig'inda Hong Kong va Sharq Turkistondagi harakatlar uchun savol va tanqidlarga duch keladi ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan 4 diplomatning bildirishicha, Xitoyning Jenevadagi o'miki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi boshlanishdan burun bir qism davlatlarga maktub yo'llab, yig'inda o'zini qo'llashni talab qilgan. Avstraliya hukumati 3,3 million $ mablag' selish badiliga kishilarga mangulik turish salohiyati bilan ta'minlaydigan oltin viza siyosatini bekor qilishni qaror qilgan bo'lib, doiralar bu siyosatning ko'zlagan maqsadga yetilmaydiganligini o'tirg'a qo'ydi. 2012-yildan boshlab bu programma orqali Avstraliyada minglagan mablag' sog'uvchilar vizasi tarqatilgan bo'lib, bu vizalarning 85% Xitoy iltimos qiluvchilariga ta'minlangan. Bu orqa ko'rinishda Avstraliya Ichki ishlar ministri Clary O'Neill 22 yanvar dushanba kuni bayonot e'lon qilib mundaq dedi: "Aniqki, bu viza davlatimiz va iqtisodimiz uzun yillardan buyon kutgan natijani ilib kelmadi." Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyaning tunji olam ushquchisi polkovnik Alper Gezerovchi bilan sinliq ko'rishgan. Gezerovchi Erdo'g'anga xalqaro olam punktidagi xizmatlari haqida ma'lumot bergan. Erdo'g'an Gezerovchidan uning alayda ahvoli va ilib berayotgan tajribalari haqida savollarni so'ragan. Ekspsi orqali monopolga qarshi turish va irqchilik o'chmanligini ilgari surish bilan ayblangan amerikalik milliarder Elon Musk Ostivis Bekano natsistlar jazo lagerini ziyorat qildi. Bu ziyorat bir qism Yahudi diniy zotlarining cho'ng qirg'inchiligining simvolini o'z ko'zi bilan ko'rish chaqiriqidan keyin elib berildi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Faysal bin Farxon Falastin masalasini hal qilmay turib, Isroil bilan bo'lgan munosabatni normallashtirishning mumkin emasligini aytdi. Minister Isroilning G'azzadagi hujumlarini tanqid qilganligini qayta ta'kidlab mundaq dedi: "Biz Isroilliklarning G'azzadagi fuqarolarni yo'qotishga urinayotganligini ko'ryapmiz. Buni qat'iy qabul qilib bo'lmaydi, buni cho'qim to'xtatish kerak."